Hanım, bravo. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi keldim. Yaxshimi? Qani, uyga vazifa bajarildimi? Yarim yorug' asarni uyga vazifa qilib keldim. O'qidingizmi, o'rgandingizmi? Chaldingizmi uyga? Yaxshi, yaxshi. Qani, unda bo'lsa bir qo'l harakatlari, mashqlar bajaraylik, keyin asar davom etamiz, xo'pmi? Qo'llarni o'zdirib olish kerak, keyin asarga o'tamiz, xo'pmi? Tayyormizmi? Men chalgan narsani chalib berasiz, xo'pmi? Ketdik. Baholashimiz kerak. Yaxshi. Tayyorlanganingizda hali chap qo'llaringizga harakat sustroq. Shuning uchun 4 baho qo'yamiz. Nasib bo'lsa, endi yangi darslarga yana qayta o'rganib keling, bahongizni yaxshilashga harakat qiling. Tushunarlimi? Teoriyani o'qing, notalarni qayta sanoqlarni bor. Endi yangi mavzu o'tamiz. Bahor valisi. Normalde umuzlar sanoqlari 2-4 ga choraktalik notalari bor, tushunarlimi? O'sha narsalarni joy-joyiga qo'yib chalamiz. Yo'ralib olib qani? Mana qarang. Bajarib kelasiz. Xuddi shunday qilib birinchi qismini o'rganasiz, xo'pmi? Birinchi qismini tayyorlab kelasiz. Keyingi darsga ikkinchi qismini ham o'rgataman valis asarini, xo'pmi? Yaxshi boring, yaxshi dam oling. Uyga harakat qilib ishlab turing. Chap qo'l, o'ng qo'l asbobingiz bor uyda. Chalib turing, xo'pmi? Katta bo'ling, kichik bo'ling, asl chap qo'l, o'ng qo'l mana shu noxunni ko'proq ishlating, noxun.